miyomingiz yo'q deyishdida, shunaqa xursand bo'lib ketdim, subhanalloh. Men bu olma sirkasini taxminan shu 1 yilcha ichib yurdim-da. İchib yurdim, foydasini lekin zo'r bildim. Rosa ham yaxshi bilindi o'zimga, chunki qonim quyilib ketardi. Stent qo'ydirganman yuragimga, unga ham deb ichardim, lekin eng foyda bo'lgan joyi menga, menda miyoma bor edi. 4 hafta, 5 haftalik deyishardi. Har doim doktorga borib yurardim. O'zi qildirganimda siz bezovta qilsa oldirib tashlasangiz ham bo'ladi deb aytishardi. Men endi oldirmayman, hozir yuribman, o'ldirdim-da. Keyin mana shu olma sirkasini ichib yurganimdan keyin bir hafsala qilib o'ziga borsam, anaqa miyomingiz yo'q deyishdida, shunaqa xursand bo'lib ketdim, subhanalloh. Baraka topinglar iloyim chiqarayotganinglarga ham, odamlarga qancha foydasi tegyapti. Men rosa xursand bo'ldim to'g'risi. Shifoli bo'lsin, biz ham xursandmiz shifoli bo'lganidan. Alhamdulillah, bu avvalambor Allohning marhamati. Kimdir nimadirga sababchi bo'ladi faqat. Allohim sababchi qilganiga shukr bizga ham. Sog' bo'ling.